Qiyinda. Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? $1 million bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi $400 telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi $10,000 mashina minishni xohlamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi?